Assalomu alaykum. Cho'rmanish, cho'rma. Bunda mana deysangiz Xorazm farzandligini his qilasiz-da. Zo'rmi? Xudo xolasa bahorda nasib qilsa 3-safar umraga ziyoratga chiqsam shuni olib ketaman. Shunda bir yaxshi inson bo'lsa sovg'ataman. Xohlaringiz bor, ikkilan safar borganimda shu Arabistonda Abu Usmonda hamkamizda shuning bir cho'rmani Xorazm cho'rmasini sovg'atganman. Qilgan yaxshiliklari uchun. Yaxshilikka yaxshilik qaytarish kerak do'stlar. Ina zo'rma cho'rma ajoyib. Xorazm yigiti bo'lib ketdingiz. Mashallah, mana. Mana akamiz. Malades. Xorazmni qalbag'ini artib berdi. Malades. Alloh rozi bo'lsin. Bizlar duo qilamiz. Xorazmda she'rga davr kelganlar. Malades. Monshi qalbag'i. Bilasizlarmi eshitib qo'yinglar. To'g'risi men monshini ko'rganman, havas qilaman. Niyat qilaman. Faqat bilmayman, bilmaganman. Bular bilmay, men ham aytqam yo'qman. Allohga qasam. Men faqat monshini havas qilaman, kiyishni yaxshi edi. Bu talpakni Hozir Malades. akam menga olib kelib hadiya qilyapti.